Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimizda GeoGebra dasturi yordamida funksiyalarni amaliy tadqiq qilishni gaplashamiz. Buning uchun GeoGebraning perspektivalarida grafik muhitida ishlashimiz kerak bo'ladi. Grafik muhitning chap tomonida algebra qismi, o'ng tomonda grafik qismi bo'lib, bu yerda dinamik ravishda funksiyaning grafigi ko'rsatib boriladi. Demak, funksiyalarni tadqiq qilishda ushbu dasturda imkoniyatlarini sizlar bilan gaplashib ko'ramiz. Masalan, sinusoid funksiyaning grafini chizamiz. Y teng sinus x funksiya. Funksiyaning dasturning keng imkoniyatlaridan bittasi mana shu birliklarni trigonometrik ko'rinishda ham berish mumkin. Ko'p dasturlar bunday imkoniyatga ega emas. GeoGebra dasturi bu imkoniyatga ega. Demak, nima qilmoqchi biz? Son x o'qidagi son o'qidagi sonlarni 1, 2, 3, 4 ko'rinishida emas, trigonometrik birliklar pi taqsim 2 ko'rinishda sakrashlar bilan amalga oshirmoqchimiz. Bu bizga sinusoid, kosinusoid yoki trigonometrik funksiyalarni grafikini bilan ishlashda juda ham qo'l keladi. Buning uchun nima qilish kerak? Sozlamalar funksiyasiga kirib, ya'ni bo'limiga kirib, x o'qini tanlaymiz. X o'qidagi birlikni pi deb olamiz. Qadamlarni tanlaymiz endi. Pi bilan sakrash bo'lyapti bu yerda. Qadamlarda, ya'ni qadamlarni pi taqsim 2 bilan sakraganga yo'l beramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, katakchaning qiymatlari ham, katakchalarda ko'rinishlari ham o'zgardi. Demak, OX o'qida bizda 1, 2, 3 ko'rinishda emas, trigonometrik birliklar ko'rinishida belgilab olish imkoniyati bo'ldi. Xo'p, bu funksiyani keling tatbiq qilib ko'ramiz. Ya'ni hosillarni aniqlashga harakat qilamiz. Birinchidan, funksiyaning aniqlanish sohasi nima? Funksiyaning aniqlanish sohasi bu funksiyaning x o'qiga beradigan soyalari. Ya'ni yuqoridan agar bir nur beradigan bo'lsangiz, uning soyalari mana bu yerlarda tashkil qiladi. Pastdan nur beradigan bo'lsangiz, bu funksiyaning grafiki mana bu yerlarda nurlarni tashkil qiladi. Bu soyalarni birlashtirganingizda funksiyaning aniqlanish sohasi hosil bo'ladi. Yoki boshqacharoq qilib aytganda, x ning o'rniga berilishi mumkin bo'lgan sonlar, qiymatlar to'plamligi aytiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu funksiyaning grafiki cheksiz davom etadi. Demak, uning aniqlanish sohasi minus cheksizdan cheksizgacha. Ikkinchi, funksiyaning qiymatlar sohasi. Biz aynan shu funksiya haqida gaplashyapmiz. Y teng sinus x funksiya, sinusoid funksiyaning grafikida. Funksiyaning qiymatlar sohasi. Ya'ni x ning berilishi mumkin bo'lgan qiymatlarning barchasida y necha qiymatlar qabul qilinishi mumkin degan narsa. Ko'rinib turibdiki, funksiyaning grafiki faqat -1 va 1 shkalani orasida bo'ladi. Ya'ni eng kichik qiymati -1, eng katta qiymati 1 ga teng bo'ladi. Demak, y teng sinus x funksiyaning qiymatlar sohasi -1 dan 1 gacha. Ikkinchi, funksiyaning grafiki koordinatalar tekisligining qaysi chorakida joylashgan? Chizmadan o'zi ko'rinib turibdi. Birinchi chorakda ham, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi chorakda ham grafik o'tyapti. Demak, barcha choraklardan o'tadi. Funksiyaning o'sish yoki kamayishi. Umuman funksiya o'suvchimi yoki kamayuvchimi? Ayrim joylarda funksiya o'suvchi, ayrim joylarda kamayuvchi. Mana bu oralig'ida funksiya o'suvchi. Minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Pi taqsim 2 dan 3 pi taqsim 2 gacha funksiya kamayuvchi. Uning davridan kelib chiqib turib, biz bunga tatbiq qo'shadigan bo'lsak,
ya'ni minus 1 taqsim 2 plus 2 kapidan 1 taqsim 2 plus 2 kapigacha funksiya o'suvchi bo'ladi. Funksiyani kamayish oraliqlari pi taqsim 2 plus 2 kapidan 3 pi taqsim 2 plus 2 kapigacha funksiya kamayuvchi bo'ladi. Bu oraliqlar, ya'ni mana bu o'sish oraliqlar, kamayish oraliqlar ma'lum bir davrni o'z ichiga oladi. Ya'ni qanchadir paytdan keyin mana shu grafik yana qaytadi. Bu funksiya trigonometrik funksiyalarning davri deb aytiladi. Minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha funksiya, umuman minus pi taqsim 2 dan 3 pi taqsim 2 gacha funksiya bir nimaga, bitta siklda aylanib o'tadi. Ya'ni keyingi sikl yana shu yerda davom etadi. Bu degani minus pi taqsim 2 dan 3 pi taqsim 2 gacha funksiyaning davri 2 piga teng bo'ladi. Bu funksiyaning grafikida ham ko'rinib turibdi. Ya'ni qaytarilish, ya'ni mana oraliqdan bu oraliqqa qaytarilishi. Funksiyaning eng katta qiymati 1 ga teng, funksiyaning eng kichik qiymati minus 1 ga teng. Funksiyaning asimtotalari mavjud emas. Xo'p, funksiyaning simmetriya o'qlari yo'q demaymiz. Bu yerda bor. Mana bu yerda simmetriya o'q tenglamalari bor. Bu ham cheksiz ko'rinishda bo'lishi mumkin. Lekin asosiyda, demak, aniqlanish sohasi minus cheksizdan cheksizgacha, qiymatlar sohasi minus 1 dan 1 gacha, o'sish kamayish oralig'i, maksimum va minimumlari va asosiysi davri 2 pi. Endi keyingi funksiyamizni ko'ramiz. Y teng sinus 2x funksiya. Sinus 2x funksiyada funksiyaning grafigi nimasiga o'zgardi? Funksiyaning grafigi sil deb aytadigan bo'lsak ham bo'ladi. Ya'ni grafik mana bu ko'rinishdagi grafik. Ya'ni ichkariga, buni agar sim tarzida tasavvur qiladigan bo'lsangiz, yashil funksiyani 2 marta qisildi. Nima o'zgardi? Ilgari davr bizda bo'layotganida minus pi taqsim 2 dan 3 pi taqsim 2 gacha 2 pi bo'layotgan bo'lsa, endi davr pi ga aylandi. Ya'ni 2 pi dan 2 marta qisqartirildi. Funksiyaning grafikida, demak, 2 ning vazifasi buni torayishini vazifasini bajaradi. Keyingi funksiyamiz y teng sinus 1 taqsim x funksiya. Bu yerda nima o'zgaryapti? Bu yerda grafik dastlabki ko'rinishga nisbatan 2 marta kengaydi, ya'ni cho'zildi. Ilgari funksiyamizning davri 2 pi bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerda mana buncha sakrash bo'lgan bo'lsa, endi davr 4 pi ga aylandi. Ya'ni minus pi dan 3 pi gacha ketyapti va hokazo 3 pi dan 7 pi da qaytyapti. Mana bu sonning ahamiyati funksiyaning grafikiga ta'sir qiladi. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkala holatda ham funksiyaning aniqlanish sohasi ham, qiymatlar sohasi ham o'zgargani yo'q. Uni faqat o'sish kamayish oraliqlari funksiyaning davriga ta'sir qiladi. Maksimum minimum qiymatlariga ham ta'sir qilmaydi. Endi keyingi funksiyamiz y teng sinus x, masalan, tashqarida o'rta bir son plus 2 funksiya. Demak, tashqarida qo'shilayotgan sonning vazifasi dastlabki holat, ya'ni mana shu funksiyani yuqoriga plus 2 bo'lsa, 2 birlik yuqoriga siljitishni ta'minlaydi, xolos. Bu holatda nima o'zgaryapti? Mana bu sariq ko'rinishdagi funksiyamizda aniqlanish soha o'zgargani yo'q, qiymatlar sohasi o'zgaradi. Qiymatlar sohasi minus 1 dan 1 gacha edi dastlabki holatimizda. Endikisida 1 dan 3 gacha bo'ladi. Ya'ni minus 1 ga ham 2 qo'shilyapti, 1 ga ham qo'shilyapti 3. Mana shunaqa tarzda vizual tarzda ko'rsatish mumkin bo'ladi. Plus 2 bo'ladi. Agar funksiya qandaydir son ayrilsa, bu funksiya pastga qiymatda siljiydi. Ya'ni
Qo'shib ayrilayotgan sonni tashqarida, trigonometrik funksiyadan tashqarida qo'shib ayrilayotgan sonni vazifasi funksiyani grafikini vertikal tarzda siljishda vazifasini bajaradi. Endi keyingi holat y teng sinus x funksiyani grafigi nimani o'zgartiradi? Har bitta mana bu yerda berilgan x o'rniga qiymatlar endi 2 ga ham ko'paytiriladi. Masalan, sinus 0 da sinus 90 gradusda 1 bo'lsa, endi sinus 90 gradusda yoki sinus pi taqsim 2 da 2 ga teng bo'ladi. Dastlabki holatda sinus 90 da sinus pi taqsim 2 da bir qiymat qabul qilayotgan bo'lsa, mana bu holatda endi bu holatda 2 qiymatni qabul qiladi. Ya'ni 2 barobar kattalashadi. yoki 2 ga ko'paytiriladi qiymat. Bu yerda nima o'zgaradi? Funksiyani aniqlanish sohasiga ta'sir qilmaydi. Demak, mana bu son aniqlanish sohasiga ta'sir qilmaydi, lekin qiymatlar sohasini o'zgartiradi. Dastlab -1 dan 1 gacha edi, endi -2 dan 2 gacha bo'ldi. Bu qiymatlar sohasiga ta'sir qiladi. Davriga ta'sir qiladimi? Trigonometrik funksiyalar davriga mana bu son ta'sir qilmaydi. E'tibor bering, -pi taqsim 2 dan boshlab 3 pi taqsim 2 gacha bitta sikl ketayotgan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunday tarzda bo'lyapti. Ya'ni qaytib kelishda sakrash, ya'ni davr 2 pini tashkil qilyapti. Demak, mana bu son davrga ta'sir qilmaydi. Uni GeoGebra dasturida vizual tarzda ko'rsatish mumkin. O'quvchilarda o'rganishlarda juda katta imkoniyat yaratadi. Hop, shu qiymat manfiy bo'lib qolsa-chi? Minus sinus x bo'lsa, y teng minus sinus x bo'lsa, minus sinus x bo'lsa, minus sinus x funksiyada, demak, funksiyaning qiymati, to есть grafigi ox o'qiga nisbatan akslanadi. Ya'ni mana bu chizma pastga o'tadi simmetrik ravishda. Bu grafikda mana bu qismi yuqoriga akslanadi. Demak, musbat manfiy bo'lishi funksiyaning masalan manfiy bo'lishi ox o'qiga nisbatan akslanishini ko'rsatadi. Hop, endi biror bir sonni qo'shib yoki ayrilayotganligi. Sinus funksiyani ichida y teng sinus x masalan plus bo'lishi mumkin. Keling biror bir yordamchi nimalarni olamiz. Y taqsim mana nima o'zgaryapti? Sinus x plus pi taqsim 3 funksiyani grafigi funksiyaning grafigi agar plus pi taqsim 3 bo'lsa, chap birlik pi taqsim 3 ga siljiydi xolos. Demak, uning vazifasi chapga siljitish. Agar bu manfiy bo'lsa, u 10 ga shuncha birlikda siljitadi. Hop, uni funksiyaning xossalariga qanday ta'sir qiladi bu sonda? Birinchidan, funksiya aniqlanish sohasi o'zgarmaydi. Aniqlanish sohasi -x dan -xgacha bo'lganicha o'zgarmagan holatda turadi. Qiymatlar sohasi o'zgarmaydi. Bu -1 dan 1 gacha turibdi. Funksiyani davriga ta'sir qiladimi? Yo'q, funksiyani davriga ta'sir qilmaydi. Uni o'sish kamayish oraliqlariga ta'sir qiladi. Ya'ni qayerdan boshlanib qayerda tugashi ta'sir qiladi albatta. O'sish kamayishida o'zgarib boradi. O'sish kamayish oralig'i chap birlikka pi taqsim 3 ga siljiydi xolos. Lekin davrga umuman olganda ta'sir qilmaydi. Chunki mana bitta aylanib chiqish ham yoki bitta sikl ham 2 pi ga teng bo'laveradi. Demak, mana bu yerda sonda qo'shib ayrilishi funksiyaning trigonometrik funksiyalarda davriga ta'sir qilmaydi. Endi shuncha qilgan ishimizda endi buni parametr ko'rinishda ham ko'rsatishimiz mumkin. Masalan, y teng sinus bx plus s va tashqarida d biror bir son a ga ko'paytirilgan bo'lsa. Hozir bu yerda buni arc sinus deb qabul qilyapti. Boshqatdan teramiz.
Hop, y hozir y a ko'paytirilgan sinus a sinus x deb terib olsalang, bu arc sinus x deb teskari turgan funksiyani berib yuboradi. O'shaning uchun a ko'paytirish deb qilinadi. Va x plyusi tashqarida d. Mana. Dastlabki holatga bo'lishi uchun funksiya mana bu s qiymati ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Va d qiymati ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Shunda y teng sinus x funksiyani chiqamiz. Mana bular bizga kerak emas. O'chiramiz. Demak, birinchidan y teng sinus x grafik funksiya mana shu funksiya. Oldiga biror bir son ko'paytirilayotganda funksiyada sinus x da u qanday ta'sir qilishini vizual tarzda ko'rib chiqamiz. Mana a. Demak, funksiya agar 2 sinus x, 4 sinus x, 5 sinus x bo'lsa qanday o'zgaryapti? Manfiy bo'lsa, u x o'qiga nisbatan akslanayotganini ko'rishingiz mumkin. Mana funksiyaning grafigi bunaqa tarzda o'zgarib boryapti. Keyingi holat b ni o'zgarishi. Demak, b qancha kattalashgan sari funksiyaning grafigi shuncha qisiladi. Kichiklashgan sari shuncha kengayadi. U manfiy bo'lsa, albatta unga akslanish ham boshlanadi. Funksiya toqligidan kelib chiqib turib, funksiyaning akslanishi ham manfiy qiymatlarda bo'ladi. Demak, bu qiymat oshib borishi funksiyaning qiymatlar sohasiga ta'sir qilmaydi, lekin davriga ta'sir qiladi. Bu o'rinda aytib o'tib ketish mumkin. Qaysi parametrlar funksiyaning davriga ta'sir qiladi, qilmaydi, uni ko'rish mumkin bo'ladi. Dastlabki holatda keyin mana a dan boshlaylik. A davrga ta'sir qilmaydi, ya'ni sakrashlarga ta'sir qilmaydi. 2 piyligicha saqlanib qolyapti, e'tibor beradigan bo'lsangiz. Endi bani ta'sir qilyaptimi yo'qmi ko'ramiz. Masalan, funksiyaning davriga. Funksiyaning davriga albatta ta'sir qiladi. Funksiyaning davriga albatta ta'sir qiladi. Deb olib, dastlabki holatga qaytamiz. Endi s, mana bu qiymat parametr qanday o'zgaradi? Funksiyani yo chapga siljitadi yoki o'ngga siljitadi. Agar musbat son qo'shilayotgan bo'lsa, u chapga siljiydi, manfiy son qo'shilayotgan bo'lsa, o'ngga siljitadi. Buni gorizontal bo'yicha o'zgartiradi bu narsa. Demak, bu davrga ta'sir qilmaydi bu narsa. Funksiyaning davriga nima deb olamiz? Endi keyingi parametr d tashqarida qo'shilayotgan sonda plyus minus bo'lishi. Bu funksiyani faqatgina qiymatlar sohasiga ta'sir qiladi. Uni o'sish kamayishiga ham ta'sir qilmaydi. Funksiyaning davriga ham ta'sir qilmaydi. Faqatgina musbat bo'lsa yuqoriga siljitadi vertikal yo'nalish bilan, manfiy bo'lsa vertikal tarzda pastga siljitadi xolos. Buni boshqa funksiyalarda ham ko'rsatish mumkin. Bu imkoniyatlarda ular dinamik tarzda, o'quvchilar dinamik tarzda funksiyalar o'zgarishini kuzatib borishi albatta trigonometrik funksiyalar yoki shunga o'xshagan funksiyalarni tadqiq qilishda juda ham keng qo'llaniladi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha e'tiborlaringiz uchun rahmat.